buncha ko'p mashina. Agar menda bittasi bo'lganida, oyim ovqat yetkazib berayotganida yomg'ir yo shamolda qolmasdi. Voy, bu Ziychanchangmi? Yuy xonim. Jin, sizlar tanishmisiz? Bilaman. U xizmatkorimizning qizi. Bolaligidan uyimizning yerto'lasida katta bo'lgan. O'shanda oyim seni maqtab, dizayn qobiliyating menikidan yuqori degandilar. Ovqat tashib yurasan deb sira o'ylamagandim. Senga o'xshaganlarga liftda yurishga kim qo'yibdi? Bor, ana zinadan chiq. Menga 19-qavat kerak edi. Qolaversa, binoda yetkazib beruvchilar liftdan foydalanmasin degan e'lon yo'q. Ustingdan ter hidi kelyapti, sassiq. Qolaversa, shaxsiy hayoting ham juda rasvo. Sen bilan bir liftda ketsam, biror kasallik yuqtirib olmaymanmi? Men bilan bir liftda ketishni istamasang, unda keyingisini kut. Sen kim bo'lsanki, meni kuttirasan. Yujin, oradan shuncha vaqt o'tsa ham, nega hali ham o'zgarmaysan? Yuy xonim meni bir og'iz maqtaganlari uchunmi? Men doim yuzingga gapirganman. Nahotki duch kelgan erkakdan haromiyni tug'magan bo'lsang. Bilib qo'y. Dudu haromiy emas. O'z bolang otasi kimligini bilmasang, u haromi bo'lmay kim bo'lsin, a? Qani yo'lidan qoch. Bu ayolning ifori juda tanish. Ziychanchang, nima qilyapsan? Kechirasiz, uzr. Men sen bor yo'g'i bir yetkazib beruvchi bo'lsang, qanaqasiga Mubay akamni ustiga o'zingni otasan? Kasbning yomoni bo'lmaydi. Unutmang, sizni oilangiz bobosi ham eski tuski sotishdan ish boshlagan. Men Mubay aka, u o'zini bechora qilib ko'rsatishiga ishonmang. U erkaklarni yo'ldan urib, nikohsiz bola tug'ishga juda usta. Meni boshqalarning shaxsiy hayoti qiziqtirmaydi. Seni boshqa ishing yo'qmi? Bekorchimisan? rahmat sizga. Arzimaydi. Janob, galstugingiz. Yo'lda bexos kir bo'lgan bo'lsa kerak. Bazm boshlanishiga oz qoldi. Almashtirishga ham ulgurmaysiz. Men sizga yordam berishim mumkin. Boshingizni eging. Sizni kostyumingiz bilan dastro'molim juda ham mos tushdi. Katta rahmat. Kechirasiz, men odatda o'g'limning kiyimlarini to'g'rilab qo'yaman. Shuning uchun beixtiyor sizni kiyimingizni ham to'g'rilab qo'ydim. Hech qisi yo'q. Yosh bo'lishingizga qaramay, farzandingiz ham bor ekan. Ha, o'g'lim 5 yoshda. 5 yosh. Hisoblab ko'rsak, mening o'g'lim ham 5 yoshda. Dudu, men shu yerdaman. Ovqat yetkazib berish kerak. Kechirasiz, ketishim kerak. Ko'rinib turibdi. Unga ham oson emas. O'g'lim shunday shirin, u ham yaxshi yashayaptimi-kin? Qidiruvni butun shahar bo'ylab kuchaytirish lozim. Kichkina xo'jayinni tezroq topishimiz kerak. Buyurtmangiz. Yaxshiyam kechikmadim. Menejer Tsuy qayerda ekan? Menejer Tsuy. Jan, bu yerda nima qilyapsan? Siz menga topshirgan dizayn loyihasiga 1 yil bo'ldi. Haqimni qachon berasiz? Shuni so'ramoqchi edim. Iltimos, pulimni bering. Oxirgi haqingni so'rab kelibsan-da. Bu Menejer Tsuy, Tsan guruhi baribir taniqli kompaniya-ku.
Hamkorlarga haq to'lamagani haqida ovoza qilishni istamasangiz kerak. Hay, kim to'lamayman deyapti? Shunchaki ishlar bilan bo'lib unutibman. Hozir majlisga shoshib turibman. Ertaga tushdan keyin Sianfen mehmonxonasida mijoz bilan uchrashaman. O'sha yerda hisob-kitob qilamiz. Bo'pti, rahmat. Rahmat, menejer Tsuy. Dizaynchang. Baribir dizayn sohasiga kiribsan-da. Sianfen mehmonxonasi dedimmi? Seni dizayn olamida ishla olmaydigan qilib qo'yaman hali. Dudu, Oyjon, isib ketmadingmi? charchab ketgandirsiz. Suv ichib olasizmi? Oyi, keling, yelkangizni uqalab qo'yaman. Ana nima? Janob Sani merosxo'ri topilibdi. Butun shahar bo'ylab ularni qidirishayotgan ekan. Voy xudoyim, chindan ham peshonasi yarqiragan bola ekan-a? Tezroq qarang. Katta ekranda kichik xo'jayinni surati turibdi.